Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bedana tuxumli kotletchalar qilamiz. Buning uchun 1 kilo qiymamizga tuz, ziravorlar qo'shib, yaxshilab pishirib olamiz va kaftimizda kerakli miqdorda qiyma olib ochib olamiz. Ichiga qaynatilgan bedana tuxumlarni bittadan solib chiqamiz va tugib olamiz. Unga xohishga ko'ra bedana tuxum o'rniga sir qilsa ham bo'ladi, ham mazali chiqadi. Mana videoda ko'rishingiz mumkin. Keyin uni o'rtada olovda hamma yog'ini qizartirib olamiz. Tayyor bo'lgan sousda qovurib olamiz. Sousimiz uchun ozgina yog' qizartiradigan tomat, tuz va chesnoklar kerak bo'ladi. Hammasini solib, qaynab chiqqandan keyin kotletlarimizni solib dimlab qo'yamiz pasolovda. Alohida idishda, qozonimizda endi kartoshka tayyorlaymiz. Buning uchun kartoshkalarimizni somoncha shaklda to'g'rab olib, yog' ozginagina qaynatib olamiz, chala pishirib olamiz va unga aralashtirish uchun tuz, murch, har xil ziravorlar solib, yog' solib, yaxshilab ustiga soladigan sousni tayyorlaymiz. Kartoshkalarimizni olib, sous solib, yaxshilab bir xil qilib aralashtirib olamiz va duxovkamiz testiga tekis qilib yoyib pishirib olamiz. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.